Sizlar men bo'yi kommentariylarni o'tirib o'qib chiqqanimda sizlar aytdilaringiz, akalar, opalar uchun ham bo'lsin dedilaringizmi? Men aziz opa-singillarimiz uchun bitta shunaqa shikarni lokatsiyadan просто бомбitsku. Hamma biladigan 9 bozorning yonidagi Yangi hayot domlarida azizlar qaranglar, bu bizda mana shunaqa kattakon 3 xonali uyimiz. Azizlar, bu xonadonimiz 3-etajda joylashgan 3 xonalik 135 kvadrat. Nima deyapti azizlar, aytinglar. Skvoznoy variantda. Bizda kuxnyamiz, bu yoqda bitta spalni, ichida hojatxona, sanuzellari ham bor. Bu yoqda yana bitta xonamiz, bu yoqda yana bitta xonamiz bor. Bu yoqda esa sanuzel, hojatxonalarimiz ham yana alohida bor azizlar. Nima deyapti? Kattakon. Kela qaranglar, bitta spalnimizni ko'rib chiqaylik. Qanaqa? Pollari полностью parket qilingan xonadonimizda. Aboylarni ko'ryapsizlarmi? Bizda ikkita sanuzel bor. Birinchisi spalnimizning ichida, mana shunaqa bitta ko'ringlar. Bu yoqda bizda turimizda 9 bozor turibdi akalar. Shundoqqina o'ynab ochasizlar, 9 bozor ko'rinib turibdi. Xo'p, azizlar qaranglar, bu yoqda bizda detskiy xona qilsalar ham bo'ladi, roditelskiy ham qilsalar bo'ladi. Короче, o'zlaringizga xohlagan vkusda taxlab olsalar bo'ladi xonadonim. Xo'p, azizlar ko'ryapsizlar qanaqa vid. Bu bizda tashqi balkon, shundoqqina zaldan chiqiladi tashqi balkonga. Mana bu bizda tashqi balkon edi. Bitta zalimizni ko'rib chiqaylik, qaranglar, qanaqa shikarni zo'rgina qilingan. To'g'ri, bu uyda olasizlar, mazza qilib yashash kerak, tamom. Boshqa hech narsa ishni qilmaysizlar. Hamma narsasi tayyor. Kuxnyamizda mana shunaqa kattakon, mana shunaqa kuxni garnituralarini chiroyli uzun qilib qo'yilgan akalar. Mana bu yoqqa shundoqqina stol stulchalarni qo'yib, mazza qilib shu yerda ham choy o'tirsalar bo'ladi. Aytdim sizlarga, bu xonadonda xarajat qilinmaydi. Bu prosta olinadi, yashilinadi. Mazza qilasiz. Narxi hammaga qiziq, to'g'rimi? Xonadonimizda narxi sizlar uchun egalari 1 milliard 150 million so'm dedilar. Tortishib akamiz bilan 1 milliard 140 million so'mga ko'ndirib qo'ydim. Azizlar, nima deyapti aytinglar? Yana kelinglar, yana gaplashinglar. Agar bizga podpiska bo'lgan bo'lsalar, yana sizlar uchun bitta podpiska uchun yana 1 million tushiradilar. Ana shunday xonadonlarni ko'rsatib boradigan Navoiylar agentligi. Sog' bo'linglar.